Hayotimizni ommaviy axborot vositalarisiz tasavvur etishimiz qiyin. Bugun jamiyatimizda ularning o'z o'rni, ahamiyati bor. Televideniya bo'ladimi, radiomi, gazeta yoki internet, har birining o'ziga xos axborot berish tartibi va yo'nalishi bor. Ana shu ommaviy axborot vositalari orasida televideniyaning o'ziga xos o'rni, ahamiyati bor desam yanglishmagan bo'laman, chunki televideniya orqali biz ko'ra olamiz, eshitamiz. Eng muhimi unda ovoz va tasvir mujassam. To'g'ri, kimdir aytishi mumkin, bularning barchasi internetda mavjud-ku deb. Ammo televideniya yillar osha keng omma ehtiyojlarini qondiruvchi vosita bo'lib xizmat qilib kelmoqda. Shu ma'noda men yangi ish boshlagan Denov televideniyasi jamoasiga ijodiy muvaffaqiyatlar tilayman. Surxondaryoliklar salohiyatiga mutanosib ravishda jonli, jo'shqin, o'z ta'sir doirasiga ega odamlar o'rtasidagi, odamlar hamda davlat o'rtasidagi ishonchli, muhim ko'prik bo'lishiga tilakdoshman va bunga ishonaman. Bizda barcha sohalarda bo'lgani kabi ommaviy axborot vositalarida ham ko'plab ijobiy o'zgarishlar amalga oshirilmoqda, ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda va buning natijasida jurnalistlarimizni jamiyatda o'rni, mavqei oshib bormoqda. Va mana shundan kelib chiqib viloyatimizda ikkita telekanal o'z faoliyatini olib borayotgan edi. Bundan tashqari bosma nashrlar faoliyat olib boradi. Bular bilan yaqindan hamkorlikda jamiyatimizda bo'layotgan o'zgarishlar, islohotlar, xalqimizda bo'layotgan yangiliklarni ular bilan hamkorlikda yetkazib berayotgan edik. Va bundan keyin mana bugundan boshlab yana bir yangi kanal, xususiy kanalimiz Denov televideniyasi o'z faoliyatini boshladi. Men o'ylayman, bundan keyin ushbu jamoa bilan birgalikda boshqarmalar, tuman hokimliklari, shahar hokimligi bilan birgalikda, axborot xizmatlari bilan birgalikda hamkorlikda xalqimizda, mana vohamizda amalga oshirayotgan ijobiy o'zgarishlarni, yangiliklarni, yurtboshimiz tomonidan amalga oshirayotgan islohotlar, qonun qarorlar xalqimizda ijrosini amalga oshirishda bular bilan yaqindan hamkorlikda ishlarimizni yangi bosqichga ko'taramiz va mana shu jamoani bundan keyingi barcha ishlariga, ijodiy jamoani barcha kelajakdagi faoliyatlariga yutuqlar, yangi marralarni tilab qolamiz. Bu telekanal 12 mart kunidan boshlab tez rejimida o'z efirlarini namoyish etmoqda. Telekanalning ishga tushirilishida ko'rsatilgan amaliy yordam uchun viloyat hokimi va hamkor tashkilotlarga o'z minnatdorchilikni bildiramiz. Hozirda telekanalning dasturlari Jarqo'rg'on radio televizion stansiyasi orqali 14-televizion kanalda, Vaqshivor televizion stansiyasi orqali esa 45-televizion kanalda har kuni soat 18 dan 24:00 ga qadar dasturlar efirga uzatilmoqda. Tomoshabinlar telekanalni raqamli televizion signal orqali qabul qilishi mumkin. Bunda televizorga avtoqidiruv berilishi kifoya. Ijodkorlarimiz teletomoshabinlarga iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy ko'rsatuvlar, qiziqarli ko'ngilochar dasturlar, shuningdek eng yangi o'zbek va xorijiy kinolar hamda musiqiy dasturlarni taqdim etadi.